ertalab biror xabar yubor. O'zing muloqot qila oladigan, senga ham javob qaytaradigan, ishonadigan insoningni top. Barcha sirlaringni aytishing shart emas. Men do'stlarim bilan o'tirib miyamda nima bo'layotgani yoki hayotimdagi ba'zi narsalar haqida gaplashaman deb o'ylashmasin. Shu sababli ham daftar tutaman. Undagi ba'zi narsalarni hech kim ko'rishni istamayman. Lekin do'st top. Do'stlik juda katta narsa. Bu barcha buyuk narsalarning boshlanishi. Bizning ichimizdagi eng ulug' fazilatlarning aksidir. Albatta, u butun hayotni mukammal tasviri emas. Romantik munosabatlar ko'pchilik uchun muhim. It, baliq yoki o'simlik olish ham, lekin menimcha eng muhimi hozirgi kunda hamma e'tibor qaratish kerak bo'lgani bu do'stlikdir. Albatta, sheriklik va farzandlar bundan mustasno. Chunki bolalar bizga e'tiborimiz va qo'llab-quvvatlashimizga muhtoj, ammo do'stlik ham juda ham kuchli narsa. Yolg'izlik va izolyatsiya muammolari haqida gapirish o'rniga men yechimlar haqida gapirgan bo'lardim. Va eng oddiy lekin samarali yechim bu do'stlik. Hatto oddiy ertalabki xabar almashish bo'lsa ham. Xayrli tong do'stim. Qanday uxlading? Yaxshi. Senchi? Unchalik emas. Xayr. Keyingi kuni yana shu narsa takrorlanadi. Bu xuddi quyosh botib va chiqishi kabi doimiy bo'lishi. Mana shunisi muhim. Do'stlaringiz sizga nima kerak ekanligini bilishadimi? O'sha og'ir paytlardan o'tib, ularga qanchalik minnatdor ekanligingizni ayta oldingizmi? Shu haqida ham ayting, iltimos. Bu haqida gapirsam yana hayajonlanaman. O'ylashimcha ular buni to'liq anglay olishmaydi. Ayniqsa bitta do'stim bor. U skateboard jamoasida juda taniqli inson. O'sha jamoadagi eng kamtar odamlardan biri. Ismini aytaman chunki hech qachon o'zi bu haqida gapirmaydi. U Jim Thibault. Men 14 yoshda edim. Jim hozir katta kompaniya Deleheuni boshqaradi. Bu bir nechta skateboard brendlarini o'z ichiga olgan. U sportning haqiqiy yetakchilaridan biri. O'sha paytda men juda qiyin kunlarni boshdan kechirayotgan edim. Ambassadorga kelganimda u kelib shunchaki yonimga o'tirdi. U menga qahva va bir nechta stikerlar berdi-da, "Qalaysan do'stim?" deb so'radi. Jim mendan taxminan 10 yosh katta edi. Biz suhbatlasha boshladik. Keyin u menga kitoblardan birini berdi. "Uzr Jim, seni noqulay ahvolga solayotgan bo'lsam, lekin u she'riyat kitoblarini yozgan edi. Hali ham menda saqlanib qolgan. Lo Se Chang deb nomlangan edi. Yana biri Dodhe Distance. U menga shunday dedi: "Sen yozishing kerak." Shu bilan men yozishni boshladim. Men kundalik yurita boshladim. O'sha birgina uchrashuv menga juda og'ir vaqtlarni yengib tiklanishimga yordam berdi. Yillar o'tib hayotimda juda qiyin vaziyat yuz berdi. Hammasi yaxshi ketayotganida hayotimdagi bir muammoga qarshi kurashib oldinga siljiyotgan edim, ammo bir kuni shundoq qulab tushdim. Hammasi bir lahzada barbod bo'ldi va go'yo mo'jiza ro'y bergandek Jim paydo bo'ldi. Demoqchimanki, u osmondan ishora olgani uchun emas, kimdir unga qo'ng'iroq qilgan bo'lsa kerak. U keldi va shunchaki yonimda o'tirdi. O'sha paytda men allaqachon katta edim, lekin u shunchaki men bilan bo'ldi. Hali ham har kuni ertalab undan xabar olaman. Bugun ham menga SMS yozdi. Hozir u Los Anjelesda, lekin ko'risha olmaymiz chunki u band, men ham bandman. Albatta uchrashishni istardim, lekin u bandligini hurmat qilaman, u ham meni bandligimni hurmat qiladi. Tasavvur qilsang, men 14 yoshda edim, hozir esa 40 yoshdan o'tganman va u hanuz men bilan. O'ylaymanki, men ham unga kerak bo'lgan payti yonida bo'la olganman. U o'sha vaqtlarda men bolaligimda nima zarurligini yuragida sezgan bo'lsa kerak. O'sha kitoblar menga juda ham zarur edi. Menga nimadir kerak edi. Hozir ham unga bu haqda aytganimda u, o'sha ash'orlar, she'rlar juda yomon edi" deydi va xijolat bo'ladi. Lekin men, "Yo'q do'stim, sen o'sha narsalar bilan hayotimni saqlab qolgansan" deyman. Hali ham u kitoblarni saqlayman. O'ylashimcha, u men juda his-tuyg'uga boy inson ekanimni va og'ir ahvolda bo'lganimni yuragida sezgan bo'lsa kerak. Biz juda ko'p do'stlarimizni o'limini yoki qamoqqa tushganini ko'rdik. Shu bilan birga hayotda juda katta muvaffaqiyatga erishgan do'stlarimiz ham bor. Jim juda ajoyib inson. U skateboard olamidagi ijtimoiy muhitda ko'plab qarorlarni qabul qilgan shaxs. U ko'p bosimlarga duch kelgan. Tafsilotlarga kirmayman, lekin u skateboardingni rivojlantirishga juda katta hissa qo'shgan. Ba'zi odamlar bunga qarshilik qilgan bo'lsa ham, u bu sportning rivojlanishiga sababchi bo'ldi. Ko'pchilik xilma-xillik haqida gapiradi, lekin skateboardingga qarang. Turli millat vakillari bor. Ota
ota-onasi bor bolalar ham, ota-onasiz o'sganlar ham bu sportda o'z o'rnini topa oladi. Bu sport bilan shug'ullanadigan bolalar orasida ota-onasi yo'q bolalar ham bor. Bir-biriga ichkilikni tashlashda va hushyor hayot kechirishda yordam berayotganlar ham bor. Jim esa shuncha bosimda va tanqidlarga qaramay jamoatchilik oldida sukut saqlagan holda o'z maqsadiga sodiq qolgan, sportni iloji boricha sog'lom va hammabop saqlash. U biladi buni. Bu sport boshqa sport turlarida o'z o'rnini topa olmagan bolalar uchun muhim makon. Shu bilan birga bu sportni olimpiya darajasiga chiqishi ham muhim. Garchi skateboardchilarning o'zlari ham bunga qarshi chiqishgan bo'lsa. Men buni faqat skateboard haqida emasligini aytmoqchiman. Bu Jim haqida. U o'z vazifasini, maqsadini, mas'uliyatini tushunadi. U professional skateboardchi bo'lsa-da, sport jamoasiga rahbarlik qilish orqali ko'proq foyda keltirishini anglab yetdi. U jim turib yetakchilik qiladi. Men u haqida doimo o'ylayman. Shunday ekan, ular menga qanchalik qadrli ekanini bilishadimi? Bu haqda soatlab gapirishim mumkin. U meni hayotimga qilgan yaxshiliklari haqida, skateboarding bilan shug'ullanuvchilar yoki Jimni taniydigan har qanday odam nima demoqchi ekanimni tushunadi. U hech qachon podkast qilmaydi. U hech qachon podkastga chiqmaydi. Balki u meni podkastimga chiqib bizni shunday sharaflantirar. Lekin menimcha u kabi odamlar, umid qilamanki ular buni tushunishadi. Hayotimdagi shunday insonlar bor va umid qilamanki ular bilishadi. Lekin buni ifodalash uchun hech qanday ochiqcha yozilgan qarta yetarli bo'lmaydi. Menimcha har kuni ertalab u bilan aloqada bo'lish, uni ko'rganimda qattiq quchoqlab qo'yish haqida bu. Yaqinda bir tweetni ko'rdim. U normallashtirish haqida yoki yo'q, u kulgili plakatlar ko'tarib yuradigan yigit edi. O'ylashimcha unda do'stlaringga sevishingni aytishni normallashtir deb yozilgandi. Bu ayollar uchun emas deb o'ylamayman. Umid qilamanki ular ham shunday qilishadi, lekin asosan erkaklar uchun. Men bu borada uyalmayman. Do'stlarimga seni yaxshi ko'raman deb aytaman. Shuning uchun haddan tashqari hissiyotga berilmoqchi emasman. Gap shundaki, hayotni yurak ochiqlik bilan, iloji boricha xavfsiz va o'rinli tarzda yashashda. Xullas, bu shunchaki bir misol edi. Ular buni bilishlari mumkin emas, lekin bilasizmi, Shunchaki yonimda o'tirdi. Bu so'zlar men uchun juda qiziq. Chunki biz do'stni roli haqida o'ylaganimizda odatda narsalarni tuzatish, muammoga sho'ng'ish, uni hal qilish va yechim taqdim etish deb bilamiz. Xudoyim. Meni magistratura bo'yicha ilmiy rahbarim Barbara Chapman vafot etganda butunlay tushkunlikka tushgandim. Uning kichik qizi bor edi. Men ularni har biri onasini qorinda bo'lgandan beri bilardim. Ularning oilasi bilan juda yaqin edim. San Fransiskodagi gul do'koniga bordim va uni qizlari o'rnidan turdi. Ulardan biri, katta qizi, taxminimcha o'sha paytda 12 yoshda edi. Kichigi esa u keyinchalik neyrobiolog bo'ldi. Ehtimol 9'lardamidi. Bu ikki qiz, men ularni deyarli onalarini qorindan boshlab bilganman. Hozir vafot etgan onalari haqida gapirishmoqda. Men esa nutqim paytida butunlay ezilib ketdim. O'zimni yo'qotdim. Hamkasblarim qarshisida yig'ladim. Juda xijolat bo'ldim. Lekin shu bilan birga o'zimni tiya olmadim. Bu yosh qizlar onalari haqida gapirish uchun sahnaga chiqqanida barchamiz yuragimizni mahkam ushladik. Ular esa juda mustahkam turishdi va shunchaki aytishdi. Onamizning eng yaxshi jihati biz bilan juda ko'p erkin vaqt o'tkazgani edi. Va shuni o'zi kifoya bo'ldi. Ular joylariga qaytib o'tirdi. Men esa o'sha paytda o'yladim, Xudoyim, tamom, hammasi shu ekan. Ular qilgan barcha ishlar, borib ko'rgan beysbol o'yinlari, hamma xotiralar orasida eng muhimi shuki, onalari ular bilan ko'p vaqtini bevosita, hech qanday rejasiz o'tkazgan. Shunchaki ular bilan birga bo'lgan. Bizni qo'llab-quvvatlashlari, biz bilan birga bo'lishlari kerak. Ammo ba'zan chin do'st shunchaki biz bilan birga bo'ladigan, yonimizda bo'ladigan insondir. Va eng muhimi mana shunda. Ushbu podkast Qiymat loyihasi tomonidan tarjima qilingan. Podkastning to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Qiymat yopiq hamjamiyatiga qo'shilishingiz mumkin. Bu orqali siz loyihani qo'llab-quvvatlaysiz va bu kabi uzun va sifatli kontentni tarjima qilishga yordam berasiz. Obuna narxi 48 ming so'm. Obuna ichiga har oy 2 tadan 4 tagacha tarjima qilingan podkast kiradi. Va bundan tashqari qaysi podkastlarni tarjima qilishimizga ham ovoz berishingiz mumkin. Tarjima va ovoz berish mehnati kuch va xarajat talab qiladi va qo'llab-quvvatlashingiz orqali Qiymat loyihasi sizga qiymat berishda davom etishiga yordam berasiz. Obuna sotib olish uchun Telegram orqali Qiymat adminga plus belgisini qoldiring. Havola video ostida.